Hech o'ylaganmisiz, nega ikkinchi darajali qahramonlar bizga har doim asosiy qahramonlardan ko'proq yoqadi? Keling shunaqa personajlarni ko'rib chiqamiz. Itachi Uchiha 720 seriyali animeda atigi 41 seriyada ko'rganmiz. Ammo u Narutodagi eng mashhur personajlardan. Naruto ko'rmagan odam ham uni taniydi. Levi Ackerman juda ham kichkina bo'lsa ham, lekin juda ham kuchli. Gojo Satoru eng haypovi animelardan biri Jujutsu Kaisen animesidan. Jodugarlar ichida eng kuchlisi. Endi esa Negular asosiy qahramonlardan mashhurligini sabablarini ko'ramiz. Birinchidan, biz asosiy qahramonlarni har seriya ko'ramiz. Ikkinchi darajali qahramonlar ulardan kamroq paydo bo'lgani uchun bizda savollar paydo bo'ladi. Masalan, Itachi nega o'zini klanini qirib yuborgan? Nega aynan Sasuke'ni tirik qoldirgan? Gojo Satoru o'zini eng kuchliman deydi, ammo bu kuch unda qayerdan paydo bo'lgan? Shunaqa savollar orqali bizda personajga bo'lgan qiziqish uyg'onadi. Masalan, sizlardan Narutodagi eng yaxshi ko'rgan personajlar kim desam, kimdir Naruto deydimi? Yo'q. Chunki Narutoning maqsadlarini bilamiz. Itachining maqsadlarini esa Shippudenning yarmigacha sir bo'lib qoladi. Itachiga hamma har xil qarashi mumkin. Ba'zilar yomon, chunki uni tupoy qarorlari uchun ukasi azob chekadi. Ba'zilar esa yaxshi qarashi mumkin, ammo uni chuqur va dizayn tomonidan yaxshiligiga hech kim bahslashmaydi. Pedindo pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em cigarro. Xohlasanglar Itachi qanday qilib o'z klanini qutqarsa bo'lardi va uni ahmoqona qarorlari haqida alohida video qilaman. Levi Ackerman esa o'zining ishida eng yaxshisi, ya'ni titanlarni o'ldirish bo'yicha va uni chiroyli ko'rinishi hammani o'ziga tortadi. U erindek jahldor va ahmoq emas. U har bir qadamni o'ylab bosadi. Va yana uni o'tmishi animeni oxirigacha ko'rmaganimiz uchun ham u qiziq ko'rinadi. Gojo Satoru haqida gapirmasak ham bo'ladi. Birinchidan, u hamma tomoshabinlarni o'zini sirliligi bilan o'ziga tortadi. Ikkinchidan, uni ko'rinishi juda ham chiroyli va esda qolarli. Uchinchidan, u hech qachon bor kuchi bilan urushmaganini ko'rmaganmiz va bu sabablar unga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.